Qanchadan bo'lamiz? Edik so'm, naqlsiz so'm. Fars salasi, ko'rdingizmi? Fars. Fars salamizdan keyin mantar turib, basib qo'yasiz. Pelmen tayyor. Tüylü fark eder. Bu acele yok bunda. Ya bu canlı kılatan olsanız o var. Piraşki mantı kılıp çıkarır değil mi? Az basal ben koyayım. Piraşki olsa mantı kılıp. Sonrakin. Qancha turu? Çöç. Bular qanday, mana nasatkalar qanday kirishimiz? Asatka qaysi? Mana qanday nasatka kirishimiz? Bular neme chaqiradi? Pelmen mantı. Qaysi pelmenga? Ha, bunaqilar kimda? Bunlar pelmen. Qaysi pelmenga? Pelmenga bunlar da. Ha. Bunachi? Bunlar. Bunachi mana? Bunlar. Qancha so'mdan? Bu 100 so'm, bu 50 so'm. Buna 50 so'm bu pelmen. Pelmeni dag'i bir sira ko'rsatib qo'yingizchi. Mayli. Shunda cho'rayokna josh qo'ying. Mana enaga ektoraga nasatlar. Bu g'amirdan boshqacha olib turish kerakmi? Başlayın da hamur. O'sha pelmenga nima qilasiz? Mayla-mayla supurada un bo'lsa, o'sha meni jayib qo'yasiz. Bilasizmi? Saçım. Hamur jayib turib. Mana hamur qilasiz. Fars salamiz. Ko'rdingizmi? Fars. Sondan keyin javob turib. So'nla bosib qo'yasiz. Sonrasiga mana. Mesela şunu da al. Chekilarni demesam bor ekan. Yemek koyuyoruz. Kerak? Tibetur. Atiyatmi? Şunu şöyle salıyoruz. Çoğunuzda da satılan bulsanız, mesela için piraşki, jayib koysanız piraşki o'qiladi. Bo'lsam mantı o'qiladi shuna qarang. Cho'njaq ber ekan. Sonda ekan. Bunaqasi qancha so'm dedingiz? 100 mi? 50 so'm. 50 so'm. Hadi. Bu emevi mana qamirga Qadimkida, qadimkida yasiribdi. Shuni setka bıçağını alıp ama onu salatda hiç aç. Cho'rakanda liboyna. Şötli boyun. yaxshi narsa ekan. Bunaqasidan beringchi hozir. Mayli. Nasıl? Ko'raylik, chiqarib qo'ysin. Bir jag'i pelmenga, bir jag'i cho'ng jag'ini. Amnya bunday yog'ishtirib oladikizmi? Qag'in. Bak. 104 da canım. Tüp kullangayan buluyoruz varankası. Varankası bor bo'lib qo'yishganda. Sonda ekan. Bu qayerda Rossiyaniki? Rossiyadan geldi lan. Ne bileyim.